Qizg'aldoqni payhon qilgan qo'shiqchilarga millionlab jarimalar belgilandi. Ijtimoiy tarmoqlarda lola qizg'aldoqlarga zarar yetkazilgani aks etgan videolar tarqalganidan so'ng holat jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Mazkur voqealar Qashqadaryo viloyati Ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi inspektori tomonidan o'rganib chiqildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, birinchi holatda tabiatga 6.592.000 so'm miqdorida zarar yetkazilgani aniqlangan. Shu asosda 2 nafar shaxs A.J. va G.B. ga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ularga jami 20.600.000 so'm jarima belgilangan. Ikkinchi holatda ham tabiatga 6.592.000 so'm zarar yetkazilgani ma'lum bo'lgan. Bu bo'yicha fuqaro M.R.ga nisbatan ham ma'muriy ish qo'zg'atilib, 20.600.000 so'm jarima tayinlangan. Umumiy hisobda har ikki holat bo'yicha javobgar shaxslar jami 54.384.000 so'm to'lashlari belgilangan. Like va obuna tugmachasini bosishni unutmang. Kunlik eng so'nggi xabarlaridan bexabar qolmang. Tabiatimizni, barcha boyliklarimizni asrab avaylaylik.